Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kadirlik Facebook'taki dünyanın her kaysi çadır kerindaşlarım. Hem Allah'ınki muşu vakti ve bunun iki vakti hayırlık olsun. Ben dostumla Abdülaziz Beştoğrak hazır sizlerge İstanbul'dan salam beravatıma canım dostlar. Avazımız bana ait yaxşı çıkıp etipti. Endi biz her şembe günü şu vaktlarda birlikte ügünüp kelayotgan tedbiriye sizin derslerimizden ait jaq kitaplarını birlikte ügendik. Bugün şu kolumda tutup durgan ünümdar kişilerin 7 adeti Stephen Covey'ninki 7 adet Seven Habits Türkçe 7 alışkanlık deydi. Şu kitaptan en ahırkı dersimizle birlikte ügünümüz canım dostlar. İnşallah onu dinkin yeni bir kitapның haberini birimen. Bugünkisi aldığınki saatlik derste koşumça birinci koşumça battı. Şu birinci koşumçanı birlikte körep öttük. Endi bu saat ikinci koşumça 4. evlat vaqt başquruş hakkında birlikte ügünüp ütümüz. Aldığınki saatde köygünümüz koşumça siz qaysı tipdeki adam degan bunu cedvelini bir qata birlikte okuduk. Biz hemimiz bunu düşürüp elip yoki PDF kitaptan yoki qo'limizdagi kitapdan shu bo'yicha o'zimizni dansab qaysi tipdagi kishi ekanligimizni nimani turmushimizning markazi qilib olganligimiz shunday qilgan chog'da boshqa narsalar bilan bo'lgan qarishimiz qandaq darajada bo'ladi ekan shu to'g'riliq o'lchaydigan bir jadval ekan qadrli qarindoshlar. Bu 4 jadval. Endi qo'shimcha ikkinchi bir mazmun 4. evlat vaqt boshqurish usuli. Yani ünümdar kişilerinin bir günü degan qo'shimcha ekan. İkinci qo'shimcha. Bunun da tüvendeki bir meşq ve analiz arqalıq birlikte bazı meselelerinin nimesini ügünümüz qadrli qilib. Mesela tüvendeki meşq ve analiz sizning ikkilamchi ishlarni merkez qilgan tefekkür usulunun şirkette oynaydigan amaliy rolini tushunib olishingizga yordam bergisi deb bir meşqni bizga beribdi. Sizni bir çoğun şirketinin bazar etiş bölümünün mas'uli deyli. Siz işxonangizda normal bir kunlik xizmatingizni boshlagan bo'ling. Bir kunlik faoliyat o'rinlashtirishni ko'rib, her bir ish uchun ketadigan vaqtni mo'ljallab baqing. Bu ishlar tuvandikicha tırnaqlı bir eskartish va ishlarning tizilishi muhimlik darajasi bo'yicha emas debdim. Birinci, baş direktör bilen tushlik tomoqni birga yemakchi. Yani saat 1'den 1:20gacha. İkinci, aldığınki günü kelar yillik ilan hamçotunu turg'izib chiqish ko'rsatmasini topshirib olgandingiz. 2-3 saat debdi bu ishga. Baştaki birinci direktör bilen tushlik tomoqni yeyish uchun 1 yoki 1:20 saat vaqtni sarf qildik. İkincisi aldığınki günü kelar yillik ilan hamçotunu turg'izib chiqish ko'rsatmasini topshirib olgandingiz. Bununla 2-3 saatiniz ketdi deydi. Üçüncü bir iş, bir taraf qilishingizga kutib turgan bir patman materiallar. Bununla 1 saatdan 1:20 saatgacha vaqtingiz ketdi deyli. Dördüncü, setish bölümünün direktörü bilen sohbetlashsiz. Onun ishxonasi koridorning yana bir beşida. Bununla 4 saat deb yezib turayli. Beşincisi, katip bek muhim deb jekilgan xatchaklarni bir taraf qilasiz. Onunla 1 saatimiz ketdi. Altıncısı, üstünüzde dövülüp durgan tibbi jurnallarını varaqlap görmekçisiniz. Bununla yarım saat deyli. Yettincisi, kelar ayda içilmakçı bolgan setish muhokama yig'inining nutqiga tayyorlik qilmasangiz bo'lmaydi. Bununla yarım saat.
Anlaşılan qaraganda bir türküm X məhsulat sübət tekşürüşdün ötəlməbdi. Bu bir mesele. 9-incisi yemeklik doğru başquruşni yemeklik doğru başquruş idarəsidikiler sizni X məhsulatının çatqı toğruluq söhbətləşikə telefon qılsın debdi. Bununla yarım saat. 10-incisi gün tertibi naynıq, lekin düşdünkin saat 2'de. Bölüm məsullarına yığın balığı iniq. Bununla 1 saatimiz ketdi deyinəm. Endi azırak vaxtınızı çıkarıp birinci, ikinci, üçüncü adetlerde ügünüp ötken canğı esqatıdığan məzmunlardan paydalanıp bu bir günlük fəaliyyətinizni önümlük uğurlaşdırıp bakın. Ben bir günlük fəaliyyətinizni ben sizden muşu bir günlük fəaliyyət uğurlaşdırışınızını talep kıldım. 4. avlat vaxt başquruş usulü üçün en mühim sanıldığan heptilik murakkep arxi görünüşünü nəzərdən saqit qılsınız mı buluyordu. Lakin siz muşu 9 saatlik ramka astıdı mı prinsipini asas işkilemçi işlani merkez qılan təpəkkür usulunun gayet zor rolunu his qılıb yetələysiz. Görünüp durupdu ki tizimliktikinin köpüncüsü aldığın qatarı turduğan mühim işler. Yani 6-cısı tibbi jurnalını varaqlap bəqiş ne hesabqa almağanda. Qayğalarının hemmisi ciddi. Mübada, siz 3. evlat vaqt başquruqçılardan bolsanız, məqsəd və qimmat qarışınız asasen işlağa A, B, C boyunca ensilip ve onu yine 1-2-3'ler boyunca tizip ilgili keyillik derecesini turğuzup çıkışınız hem de münasibetli kişilerin vakti var mı yok. Çüşükdamak üçün qancılık vaqt keter degenlerini oylaşınız. Ahırda yukarıda bayan kılıngan amıllara asasen bir günlük hizmet urullaştırışınızı tizip çıkışınız mümkün. 3. avlat vaqt başqurucularının köpüncüsü muşundaq qılıdı. Ular tizimlikte qaysı çağda nemi iş qilishni, nemiga asasındığını turğuzup çıkıdı. Ve bularını şu gün işini tüketiş üçün en zor derecede tırışçılık köz tutu, tügemey qalsa ertige yoki başka vaqtda qaldırıp qo'ydi. Köpünç adam tizimlikka atigan saat 8'den 9'gacha bilim məsulları yığınının konkret məzmununu sürüştürüp şununla tayyorlik qilib qo'yish, andın baş direktor bilan tushlik tamoqning vaqtini bekitib qo'yish, andın yemeklik ve doğru başquruş idarasiga telefon qilish, andın 1-2 saat vaqt chiqarib setish bölüm direktori bilan paranlashish, muhim ve ciddi xatchaklarni bir taraf qilib o'tish, X mahsulotning sübət tekshirishini o'tmaganligi haqida tarqalib yurgan gaplarni aniqlash, ish qolgan vaqtda tushlik tamoqda baş direktori bilan qilishadigan gaplarga yoki 2'de echildigan yig'inga tayyorlik qilish ve yoki X mahsulotiga doir masalani yoki oldingi oylik mal setish jarayonida ko'rilgan masalalarni bir taraf qilish deganlarni tizib chiqishi mumkin. Tushdan keyingi vaqtni bo'lsa, tushdan burun eshib qolgan ishlarni tugatib o'tish, yana boshqa jiddiy xatchaklarni bir taraf qilish, bir taraf qilishni kutib turgan hujjatlarga qarab chiqish, shundaqla shu kuni ko'rilib qilishi mumkin bo'lgan boshqa muhim ishlarni bir taraf qilishga ajratishni o'ylashi mumkin. Köpünçe adam kelar yıllık ilan xamçotunu turg'uzish ve kelar ayda echildigan setish muhokim yig'inining nutqiga tayyorlik qilish degandek ishlarni muhim ishlar besiqqandiroq deyishsakmi ulgurimiz deb o'ylashi mumkin. Haqiqatanmi bu ikkisi ikkilamchi ishlar doirasidagi xeli keyingi mezgillik plan ve tefekkürga münasibetlik meselelerdir. Tibbi jurnallarını görüp qo'yish bo'lsa, bayatınkı iş kişinin aldıda mühimligi bir tiyin. Qo'yib qo'ysin bo'laveradigan ikkilamchi ishlar qatoridan. Mana bu 3. avlod vaqt boshqaruvchilarining tafakkur usuli. Gerçi ularning konkret faoliyat kun tartibida oz to'la farq bo'lsa-mu, tafakkur usuli yanada o'xshash. Siz bu faoliyatlarni qanday o'rinlashtirdingiz?
Üçüncü avlod vaqt boshqaruvchilarining tafakkur usuli bilan o'xshashmi emasmi? Ikkilamchi ishlarni markaz qilib, to'rtinchi avlod vaqt boshqarish usulini qo'llandingizmi? Yo'q. Vaqt boshqarish matrisasiga qarang. Yani bir yerda biz burun o'rganib o'tgan bir vaqt boshqarish matrisasi deb bir narsa bo'ladigan. Şunun qarta biz o'zimizning ishlarini muhim, ciddi, muhim emas, ciddi emas deb ayrıydigan bir matrisa bor qadrli qarindoshlar. Bunu belki burunqi darslarda o'rganib o'tgan bunu vaqt boshqarish matrisasini agar hozir topsam meni bu yerda burun o'rganib o'tgan o'sha kitobninki nechinchi betda 204-betda Erkinkamninki maqolalardan bor bu. Ciddi emas, muhim emas ishlar. Yani birincisi ciddi, muhim ishlarga kriz, ciddi meseleler, çeklik, muddat içinde uğurlaştırıp tegishlik vazifani qo'ydik ekanmiz. Onundan keyin ciddi emas, muhim ishlar, oldini elishga oid tadbirlar, munosabat o'rnatish, yangi taraqqiyot fursatini oydinlashtirish, plan tuzish va aram olish. Ondan keyin uchinchi turlik ish, muhim emas, ciddi ishlar. Bular ziyoratchi, mehmon, telefonlarni qabul qilish, xat cheklar, yig'inlar, ciddi hal qilishga tegishli ishlar, ommaviy faoliyatlar. To'rtinchisi bo'lsa, ushaq-tushaq aldirash ishlar, xat cheklar, telefonlar, vaqt o'tkazish xarakterdagi faoliyatlar, kishini xushal qiladigan faoliyatlar degan mushu vaqt boshqarish matrisasini birlikte ko'rgan to'q, canım do'stlar. Shu da demoqchi. Onu men evi darsdan keyin balkim inkas qatorida choplab qo'yishim mumkin. Muhim ishni birinchi o'ringa qo'yish, az kuch sarf qilib, mo'l natijaga erishish degan bir mavzuni, kichik mavzuni birlikda ko'ramiz. Biz tuvanda ikkilamchi ishni markaz qilish usuli bo'yicha yuqorqi mazmunlarni analiz qilib baqayli. Buni ikkilamchi ishlarni markazli qilishdek tafakkur usuliga mos, yana boshqa loyihalar bilan analiz qilish mumkin. Menimcha tuvandagilar tafakkur aloyidagining xosligini xili yaxshi aks ettirib beradi. Ikkilamchi ishlarning g'ujisi bo'lgan ekansiz, kallingizda aniq bo'lsinki, usul ve münasebetlik faaliyetlerinin köpüncesi birlemçi işler kategorisiga, iktidar ve münasebetlik faaliyetler bolsa ikkilemçi işler kategorisiga kirdi. Birlemçi muhim işlerini önümlük becerişinin en yaxshi yo'li ikkilemçi işlerine ehmiyet beriş. Yani su kelgucha tuğan silish ve fursatni ching tutish bilan birga üçüncü, dördüncü xildagi ishlarni yuraklik rad qilishni bilishdir. Naq gapning toshkallisini dedi meni qadrli qarindoshlar. Tushdan keyin soat 2dagi bilim mas'ullari yig'ini to'g'riliq analiz. Yig'inning kun tartibi noaniq yoki yig'in boshlangandan keyin yig'inda nimalarning muhokama qilinganligini bilasiz. Bundaq yig'inda bundaq ahvollar to'la uchrab turdi. Bundaq yig'inga hech kim tayyorlik qilib o'ltirmaydi. Eg'izga kelganda jo'yilib chiqadi. Bundaq yig'inlar asosan qalaymaqonchilik ishida, ya'ni faqat birlamchi muhim va jiddiy ishlarni tanqidlash ishida tugaydi. Vaholanki hech kimning kallasida aniq hisob bo'lmag'achqa yig'in emas, qarorga o'xshamagan holda quyruqi bo'g'iladi. Mas'ullarning ko'ngli az to'la amin topidi shu va yig'in o'tkazdik. O'qildik, bo'qildik deb. Ko'pincha ikkilamchi ishlar, ya'ni munosabatsiz ish qatorida qolib qoladi. Parkinson qonuni bo'yicha bo'lganda qanchalik vaqt bo'lsa, shunchalik ish o'rinlashtirilib, munosabatsiz ishlarni tilga olg'idek vaqt qolmaydi.
Vaqt bo'lgan taqdirdimiz yig'in ahliga hordiq yetib, bularni tilga elish xo'sh yoqmas bo'lib qoladi. Ikkilamchi ishlarga o'taman desangiz, uni yig'in tartibiga kirgizib, bo'lim mas'ullarining yig'inning ahamiyatini kuchaytirishi to'g'riliq fikr qilsangiz tamoman bo'ladi. Bununla tayyorlik qilishga 1-2 soat sarf qilmasingizmi kiroyati chog'liq. Bir necha minut gap qilsangizmi kifoya. So'zingiz yig'in ahlining qiziqishini qo'zg'aya olsalar bo'ldi. Keyincha texmi aniq sharhlab olish mumkin. So'zingizda yig'inda aniq nishon bo'lishini, kun tartiblarning mukammallashtirilishini, hammalarning fikr taklif qatnashtirishini, yig'inning muhim nuqtasining mexanik holda birlamchi ishlarda lab urush bo'lib qolmasdan ijodiy ikkilamchi ishlarga ko'proq nazar og'dirilishi kerakligini ta'kidlasangiz, yig'indan keyinlar har xil yig'in xotirasi tarqitib, konkret vazifa va vazifani tamomlashning aniq cheki belgilanishi, tamomlangan ishlar kelaqatimliq yig'in mazmuniga kirgizilib, hammasining tekshirib qarab chiqishiga sunilishi, hammalarning yaxshi tayyorlik qilib kelishi uchun yig'inning maqsad muddaosi oldin uqtirish kerakligi deganlarni tilga olsangiz bo'laveradi. Kechiringlar. Mana bu ikkilamchi ishlarni markaz qilishdek tafakkur usuli uchun qo'llanish zarur tadbir. U bizga eng zo'r darajada tashabbuskor va odatlangan ramkalarga jang e'lon qilayotgandek dadil bo'lishimizni, yig'inda tantirab qolmaslik uchun obdan o'ylanishimiz kerakligini eskartadi. Albatta bu kundalik xizmat tartibingizga o'rinlashtirgudek ish emas. Yemeklik ve doğru başvuruş idaresiga beradigan telefonning sirtidagi boshqa ishlarning ko'pinchisi o'sha ikkilamchi ishlarni markaz qilishdek tafakkur usuli bo'yicha bir taraf qilsangiz bo'laveradi. Yemeklik ve doğru başvuruş idaresining mas'uliga telefon berish munosabatga ta'sir yetkazmaslik uchun eng yaxshisi tushdan burun telefon berganingiz tuzuk. Buningda ba'zi bir tasodifiy ishlar ko'rilib qolsa hal qilishga ulguralaysiz. Chunki bu hukm qilish tez ish. Siz aloqalashmoqchi bo'lgan yer nihoyatda muhim organ. Yana kelib, ular balkim siz bilan bevosita suhbatlashishi mumkin. Bilim mas'uli bo'lish sifatingiz bilan balkim sizning ta'sir kuchingiz o'z tavayingizda gap yo'q o'tidi. Lekin o yemeklik ve doğru başvuruş idaresining nufuzi oldida hech narsa emas. Şuna amal ba ularning talabini qandurmay bo'lmaydi. Mubada so'zlish orqali chataqning bexlanganiga xeyli uzun bo'lib qolganligi, texmi cho'ng peshkalchilik tirilish ehtimolligi borligi ayon bo'lsa, uningga ikkilamchi ishlarni markaz qilish usuli bo'yicha taqobil turib, qayta takrorlanib qilishning oldini olishingizga tashabbuskorlik bilan suv kelgich to'g'on silib, masalani loyiqida hal qilib, yemeklik ve doğru başvuruş idaresi bilan bo'lgan munosabatni yaxshilashingizga to'g'ri keladi, jinim do'stlar. Endi bosh direktor bilan tushlik tomoqni birga yeyishga kelsak, sizmi bayqab yetgan bo'lishingiz mumkin. Bu erkin azoda o'tirib, ikkilamchi ishlarni so'zlashib oladigan aplik payt. Tushdan burun yarım soatdan 1 soatgacha vaqt chiqarib az to'la tayyorlik qilib olsangizmi, hatto uni bir qatimliq ijtimoiy aloqa faoliyat deb qarasangizmi bo'ladi. Zan silib anglasangiz bo'ldi. Konkret planning hojati yo'q. Qandaqli bo'lmasin, bu bosh direktor bilan munosabat o'rnatishning yaxshi fursati. E'lon xabjotini turg'izib chiqish degan ishga kelsak, siz buningga bu ishga bevosita munosabatli tarmoqlarning konkret kasbiy loyihasini o'ttirib qo'yishni talab qilib, andin
muvafiq birini tanlab qo'l qo'yib bo'laveradi. Dastlabki unum, loyiha, foydalanishga bo'ladigan manba, mas'uliyat tavalligi va unum qatorliqlarni tahlil qilib, tushuncha berib, qoyil qilg'uchi bisoat, hatto burun munda qilib odatlanmagan bo'lsangiz, mundaq kasbiy loyihaning nimaligini, ixtilofdan qanday qilib hamkorlik yo'li tepish, boshqa loyihalar va ularning ortiqchilik, kamchiligi deganlarni tushuntirib bo'g'icha, uningdan sal ortiqroq vaqt ketishimi mumkin. Endi bir taraf qilishni kutib turgan xatchak hujjatlarga kelsak bu ishqa, bir taraf qilmagan materiallarga baş qashlab mükchib o'ltirguncha, eng yaxshisi oz to'la vaqt chiqarib, birer yarim soat vaqtingizni ala, shu katibingizga bularni bir taraf qilishni o'rgating. Taki o usulni emas, balki natijasini kalla qatirishning negizi qilgan qadar, balki bir hafta yoki bir necha oy ketar. Uni yetaklang. O tarbiyalangandan keyin barliq hujjat, xatchaklarga qarab chiqib, analiz qila oladigan va o'z oldiga betaraf qila oladigan bo'ladi. O'zi betaraf qila olmasa, astoydil ratlab sizning bekitishingizga suningudek qismi cho'ng ish. Bunda qilib bir necha oy davomlashtirsangiz, katibingiz yoki yordamchingiz %90 yoki %80-90% gacha bo'lgan oraliqdagi xatchak hujjatlarni siz bir taraf qilgandimmi yaxshiroq bir taraf qila oladi. Chunki sizning bosh qotirdigingiz birlamchi ishlar emas, balki ikkilamchi ishlardir. Setish bilim direktori bilan oldingi oylik mal setish ahvoli to'g'riliq suhbatlashish degan ishga kelgan vaqtimizda buni mundaq bijisingiz bo'ladi. Ya'ni setish bilim direktori bilan munosabatlik ish. Masala halqalarni tahlil qilib, ya'ni setish bilim direktori bilan munosabatlik ish. Masala halqalarni tahlil qilgach, o ikkilamchi ishlarni markaz qilish usulini qo'llandikmi, yo'q, buni kuzating. Bu xil sinoq hargizmi sizning setish bilimi direktori bilan nimalarni deyishingizni ko'rsatmaydi. Balki birlamchi muhim ishlarni bayqab qolsangiz, ikkilamchi ishlarni markaz qilish usulini qo'llanib, so'zilma xarakterlik yushurun masalalarni hal qilishingiz va birlamchi ishlar usulidan foydalanib, ko'z oldingizdagi masalani bartaraf qilishingizni ko'rsatadi. Ikkilamchi ishlarni markaz qilish prinsipi bo'yicha katibingizni setish bilimi bilan aloqa qilishib turish, muhim ish chiqqanda sizga xabar berish bo'yicha tarbiyalasangiz bo'ladi. Setish bilim direktori shundaqla xizmatchilarga o'zingizning boshqaruvchi emas, balki rahbar, boshlamchi ekanligingizni bildirib qo'ying. Shuning bilan ularni asta-asta katib bilan aloqa qilishni o'rganib oladi. Amaliyotda bu orqali masalani texmi unumli hal qilish mumkin. Sizning qo'lingiz yengillab qoluvdi-da, ikkilamchi ishlarga texmi bak bosh qatira olasiz. Tibbiy jurnallarni ko'rish degan ishga kelganda, bu albatta qo'yib tursangizmi bo'ladigan ikkilamchi ishda ko'rinadi. Lekin siz dal mana shunday jurnallarni varaqlash, ko'rish orqali kasbiy sapoyingizni va ishonchingizni saqlab qola olasiz. Shunga kelar qatimliq bo'limlar yig'inida barliq ishchi xizmatchilarning tibbiy jurnallarni ko'rib turish tuzumi o'rnatib, yig'inda kitob o'qish ta'sirotlarini almashtirish, muhim maqola, bilaklarni tavsiya qilish odatini yetildirishni o'ttirg'i qo'ysangizmi bo'laveradi. Endi kelar oylik setish muhokama yig'iniga tayyorlik qilish degan ishga kelganda, ikkilamchi ishlarni markaz qilish bo'yicha bir turkum yordamchilarni yetishtirib, ularni sotuvchilar bilan yuzturani ko'rishtirib, hafta 10 kunning ishida bir parcha kasbiy loyiha yo'llab, ko'rib foydalanishingizni sunishni talab qiling. Ular har bir sotuvchi bilan ko'rishib, g'am tashvish, arzu ehtiyojni egilsa yoki nusxa olib tekshirsa va yoki
yig'in mezgilida o'ttirib qo'yib, mal sotquchilar idiviy tayyorlik qilib olgandan keyin muvofiq shaklda ularning orasiga cho'ksimi bo'lib yurdi. Bu ishga o'zingizning qo'l tiqishingiz hojatsiz. Buni o'xshamagan fikrdagi yoki o'xshamagan tajribaga ega bir nechalarga taqib berib, ularning maslahat qarorida o'tgan eng oxirgi taklifni o'zingizga yo'llab berishni so'rasangiz bo'ladi. Ular bunday qilib odatlanmagan bo'lsa, yig'inlarda bunday qilishning ahamiyati, bo'libmi ularga bo'lgan foydasini tushuntirib tarbiyalang. Ya'ni ularni texmo yiroqqa nazar solaydigan, topshirgan ishlarga mas'uliyat bilan qaraydigan, ishlarda hamkorlasha oladigan, shundaqla belgilangan vaqtda eng yaxshi sifatda vazifani tamomlay oladigan qilib tarbiyalab chiqing. Endi mahsulot sifat tekshirish ishi degan ishga kelgan vaqtimizda mahsulotning sifat tekshirish ishi endi biz 8-turlik ish X mahsulotning sifat tekshirishdan o'tolmaganligini analiz qilib boqaylik. İkilemchi ishlarni markaz qilish usuli uzul-kesil tekshirib, chatoqning uzundan biri mavjud yoki emasligini aniqlab chiqishni talab qiladi. Agar chatoqning uzundan biri mavjud ekanligi bilinsa, maxsus odam evatib tekshirib hal qilish chorasini o'ttirib qo'yishni aytsangizmi yoki ahvolga qarab darhol hal qilish, oxirida o'zingizga doklad qilish huquqini bersingizmi bo'ladi. İkilemchi ishlarni markaz qilish usuli bo'yicha kun tartib o'rinlashtirganda bayqaysizki, to'liq vaqtingiz huquq berish, tarbiyalash, bilim mas'ullari yig'indagi nutqqa tayyorlik qilish, telefon qilish va ba'zi o'tirib tushlik g'izo yeyish bilan tugallanadi. İqtidor yetildirishga ahamiyat bersangizlar, necha hafta yoki oy o'tsa, ishlaringizdan xedili besiqib, yengillab qolganligini his qilalaysiz. Balkim ishlarni ziyoda g'oyibalashtirib o'ylab ketgandima, lekin kitobning maqsadi hargiz bu tuvan unumli kishilarning odati emas, balki yuqori unumli kishilarning odatini chiqish nuqtasi qilish. Mundaq yuqori unum albatta yuksak g'oya bilan bo'shashmay tirishchanlikni talab qiladi. Ba'zida nurg'un zehningiz, vaqtingiz birlamchi jiddiy ishlarga sarf bo'lib ketib, nihoyat muhim bo'lgan ikkilamchi ishlarga sal qarab qilishingiz mumkin. Yuqoridagi usul orqali birlamchi ishlarning ko'rilish nisbatini azaytib, bejarishga osonlashtirish mumkin. Bunun bilan hadislar haddidan ziyoda besim, kirzis ichiga qapsalib qilishdan, aqliy va jismoniy jihatdan charchab ketishdan qutula olasiz. Bu albatta sizdan g'oyat zo'r sabr toqat va iroda talab qiladi. Siz darmonliqqa ishlaringizni, hatto mutlaq ko'p qism faoliyatlaringizni ikkilamchi ishlarni markaz qilish chembirkiga so'rab kirib bo'lolmaysiz. Lekin bir nechasida bo'lsa-mu utuq qozonib, bu xil tafakkur usulining afzalligini his qilgan siri cho'qimki kishi hayron qoldiradigan qaltis unumga erisha olasiz. Balkim huquq berish oila va shirkatlarda uncha bo'la azqitib ketmasligi mumkin. Buni men e'tirof qilaman. Lekin bu hargizmi ikkilamchi ishlarni markaz qilishdan iborat tafakkur usulini inkor qilganlik emas. U yanada sizning o'z ta'sir doirangizdagi ishlarda o'zgacha yo'l ochib, birlamchi ishlarning besimini azaytish, yengillatishingizga bab usul choralarni tip chiqishingizga yordamda bo'lg'usi debdi qadrli qarindoshlar. Bizning Steven Covey efendi o'qiyotganimiz qadrli qarindoshlar,
Stephen Covey'ninki Amerikalik tanrı yazgıcı Ünümdar kişilerinin 7 adeti degan bunu 7 adet doğruluk kitap. Biz kitapninki en ahirki babları, en ahirki dersi kılıbatımız seni 433. betteki qo'shimcha 3 okurmanlarning sualiga javob degan yerga keldik. Endi bu qarasanlar bir yerde vaqt boshqarish devatidi, lekin tafakkur to'g'riliq, ishlarni turdagi ayirish to'g'riliq so'zlayotidi. Shunga bu tafakkur deganning nihoyat muhim ekanligini 5-dagi darslarda birlikda o'rganib etdik. Endi o'qirmanlarning savoliga bergan javobiga qarab boqaylik. Rast gapni qilsam, ba'zi savollar meni izchil o'ng'aysizlantirib kelgan edi. Lekin buni ko'p odam so'rab ketdi. Shunga yana bu yerga qo'shimcha o'rinda qaytib qo'yishni to'g'ri topdim. Savol: Önümdar kişilerning 7 odati nomli mazkur kitobingiz nashr qilingandan keyin nimalarni his qilib yetdingiz? Kitob nashr qilingandan keyin men yana jiq narsalarni his qildim. Buni tuvandagi 10 mazmunga yig'inchoqlash mumkin. Birinchi, prinsip ve qimmat qarashning farqini tushunish bakla muhim. Prinsip sirtqi tabiiy qonun. Ahir berib bizning qilmish atmishlarimizni boshqaradi. Qimmat qarash bo'lsa ishki subjektiv, bizni harakatga yetaklaydigan eng kuchli tuyg'u. Men prinsipga bakroq ahamiyat berishni ta'kidlayman. Shundaqla biz ko'z oldimizga nishonimizni reallashtirish bilan bir vaqtda kelgusida texmi zo'r unumga erishishga asos sola olamiz. Mana bu mening unumga beradigan ta'birim. Har bir odamda, hatto eng iflos jinoyatchidimi qimmat qarash bo'ladi. Qimmat qarash kishilarning harakatiga yetakchilik qiladi. Prinsip bo'lsa harakatning oqibatiga. Mayli biz uni tunuyla tunumayli, qabul qilayli, qilmayli, yoqtirayli, yoqtirmayli. Ishonayli, ishonmayli, agishayli va yoki agashmayli. Prinsip bizning iroda xohishimizning holi. Mustaqil holda mavjud bo'lib turaveradi va o'z rolini o'ynaveradi. Men bag'an siri cho'nqur tunib yetdimki, kamtarlik barliq fazlu kerimning yiltizi ekan. O bizga bizning hech qanday narsani kontrol qilishga qurbimiz yetmaydiganligini, lekin prinsipninglar buningga qodirligini tunuta oladi ekan. Shunga mencha unum prinsipiga rioya qilish kerak. Muhambarlik bizni sen vaziyatni kontrol qilishga qodirsan deb quturtib turdi ekan. Neticede bizning harakatimizga qimmat qarash hukmronlik qilib oldi ekanda, meylimiz xohlagan yerlarga so'kuldab ketib qoladi ekanmiz. Bu bo'lmag'ini bizning qilmish atmishlarimizning oqibati qimmat qarashga emas, balki prinsipga bog'liq. Eng yaxshisi prinsipga tizlanganimiz tuzuk. Bu birinchi mazmunken kitobni yozib chiqqandan keyin o'qirmanlardan kelgan bir savolga javob berib, siz kitobni nashr qilgandan keyin nimalarni his qilib yetdingiz degandek javobning birinchisi. Ikkinchi, dunyoning har qaysi joylaridagi o'qirmanlarning tajriba ta'siratidan bu kitobdagi asos prinsiplarning umumyuzlik mavjudligini ko'rib yetdim. Medeniyet farkı tüpeylidən bazı işler ve onu beceriş usulüde fark buluşu mümkün. Lekin prinsipte fark yok. Men 7 adetkin mücessemlengen prinsiplarının dünyadaki asaslık 6 çoğun dininin hemmisinde mevcutluğunu bayqıdım.
Amerikadagi yerlik millatlarla emas, O'rta Sharq, Hindiston, Osiyo, Avstraliya, Janubiy Tinch okean, Janubiy Amerika, Yevropa, Shimoliy Amerika, Afrikalardagi qandaqdagi bir madaniyat muhitidan misol alayli, o hammasiga mos keladi. Qari yosh, cho'ng kichik, er ayol hammasi o'xshash masala, o'xshash taqozoda. Hammalarning qalbining cho'nqur qatlamidan tut prinsiplarga moyillik bor ekan. Biz odillik va tanglanish prinsipi, shundaqla mas'uliyat, maqsad, haqqoniylik, hurmat, hamkorlik, tushunish, o'z-o'zini yenglash prinsiplarining muhimligini his qilib yetibdimiz. Bu prinsiplar umumyuzlik mavjud edi. Muhitga o'xshamagan madaniyatning bu prinsipni ifodalash usulining o'xshamasligiga qarab, faqatla shakli o'xshamaydi xolos. 3. Odatda kollektiv ishida odat bo'lmaydi deb qaraladi. Lekin men 7 odatning top va kollektiv qilmo asqatadiganligini to'nib yetdim. Kollektiv ishida qoida, o'lcham va ijtimoiy mezon bo'ladi. Amaliyotda bularmi odatga teng. Qiliplashgan sistema, tartib, qadam bosqichlarmi ham odatdan iborat. Texmi aniq aytsak, barliq tashkiliy kollektiv hareketlerinin hammasi, gerçi o kollektif hareketinin bir qismidek, boshqurish tarmoqlari bekitgan kollektiv qurilma, sistema, tartib, qoidalar bo'yicha harakat qilayotgandek ko'rinsimi, amaliyotda shaxsning harakat odatidan iborat. Biz har sohadagi necha minglagan tashkilotlar bilan hamkorlashib ishlash jarayonida 7 odat o'ziga mujassamlangan prinsiplarning korxonalardagi, ya'ni shirkatlardagi unumini sharhlashga tamoman mos keladiganligini bayqadik. 4. Siz 7 odatning ishidagi xohlagan birini boshlanma qilib turib, qolgan 6ni bog'lab tatib chiqara olasiz. Stereolog rasmga, ya'ni hologram va o'xshash butun gavda bo'laklarga umumyuzlik singan. 5. Gerçi 7 odat batiniden zahirga yüzlengen hareket formülüsü olsunmu, lekin o taşqi dünyanı irade tavlaş obekti qilib turib, andın batinden zahirga yüzlengendila en yaxshi önüm hasıl qılalaydı. Alaylı, siz kişilik alaqada onursuzluk yolu qo'yib ishonchingizni yo'qotdingiz. O halda siz batinden zahirga usulü bo'yicha aldı bilen xususiy sahadagi muvaffaqiyatni qo'lga keltirib olib, andin ommaviy sohadagi muvaffaqiyatga erishish uchun tirishsangiz bo'ladi. Mana bu mening avval 4, 5, 6 odatlarni so'zlab bo'lib, andin 1, 2, 3 odatlarni so'zlashimning sababi. 6. O'zaro tayinish mustaqillikdan necha 10 hassa tas. Qarishtirib öz nepinini ko'zlayotganda, men yengiman, sen uxturasan. Tanglaplanishda ching turish, tushunishga intizor bo'lib turganda avval boshqalarni tushunishga kuchash, murassalashish, oson chaqdimo, texmo unumli 3-yo'l ustida izlanish kishidan haqiqatan ajoyib zo'r ruh va hissiyat jihatdagi mustaqillikni talab qiladi. Yani icadi hamkorlik shaklida boshqalar bilan muvaffaqiyatli hamkorlashish odamdan kuchli mustaqillik, o'z-o'zini tizginlash iqtidori, ruhiy tamkinlik talab qiladigan ish. Undaq bo'lmaganda atalmış o'zaro tayinish tirkishga, o'zining mustaqilligi yoki o'rtaq hamkorlikqa tayinib, qarshi tarafning ojizligidan foydalanib, o'zining ehtiyojini qondiradigan yoki o'z ojizligini oqlashga tushadigan ojizlikqa aylanib qilishi mumkin. 7. Oldingi 3 odatni ehda turg'izish va amal qilish degan so'z bilan xulosalasak, keyingi 3 odatni ko'pchilik o'rtaq ish qo'shib
hal qilish chorasini birlikda tepib chiqishga yig'inchoqlash mumkin. 8. Qaramoqqa 7 odat oddiylar son-sanoqdek ko'rinadi. Lekin o bir xil sper kod shaklidagi yangicha til. O oddiy usul bilan mo'l mazmunni ifodalab turdi. Boshqalardan so'rab ko'ring. Bu pul elishmi yoki omonatga pul qo'yishmikan? Pas faoliyatmikan yoki aktiv tashabbuskorlikmikan? Özül-küsül hamkorlikmikan yoki madara murassamikan? Tang deb elishmikan yoki bir-birini o'ngda qo'yadigan ishmikan? Muhim ishni oldi bilan qilishmikan yoki chak-kuchuk ishlar bilan kun o'tkazishmikan? Maqsad uchun tirishmikan yoki vosita uchun palaxishmikan? Men mushu alayda kod sperlar aks ettirgan prinsip hukmlarni cho'nqur tushungan, amal qilgan va jonliq tatbiqlaganlarning zo'r burilish yasaganligiga o'z kuchim bilan, o'z ko'zim bilan, kuchim bilan guvoh bo'laman. 9. Durustlik, samimiy sadoqatmanlikdanmi a'lo qimmat qarashdir. Aniqida deganda, durustlik samimiylikning eng yuqori shakli. O odamni kollektiv yoki oilni emas, balki prinsipni markaz qilishdan darak beradi. Bayqaysizki, siz bizning bir taraf qilishimizni kutib turgan masalalarning nurg'unining yiltizi munda qilsam haqlar nimada yoki to'g'rimi degan masalaga tutishdi. Mubodo ma'lum birov yoki ma'lum tashkilot guruhning arzu irodasiga bo'lgan sadoqatmanlikni haqiqatdan afzal ko'rsangiz, o holda durustlikdan, haqqoniylikdan mahrum qolasiz. Balkim biz bir mezgillik olqish e'tirofga erishamiz, lekin ashu bir mezgil o'tib ketdimi, haqqoniylik ustiga qurilgan mundaq munosabat cho'qimki gum bo'ladi. Bu xuddi kimlarningdir yomon gapini qilib, kimlardir biri bilan eg'iz burun yalishib, bir mezgilni o'tkazgandan keyin o'xshamagan sharoitda yoki besim ostida yana buning shikoyatini qilishga o'tganga o'xshaydi. Ma'lum ma'noda aytganda, oldingi 3 odat haqqoniylik, durustlikdan darak bersa, keyingi 3-i samimiy sadoqatdan darak beradi. Vaholanki, ular bir-biriga mutlaq tayinadi. Vaqt o'tgan sari haqqoniylik sadoqatni yaratadi. Ta'dirsiga yo'l tutib, avval sadoqatman bo'lay desangiz, o'ng'ayla haqiqatni dafsanni qilib etasiz yoki uningdan yiroqlashib ketasiz. Eng yaxshi amal boshqalarga yaxshi ko'rinishga tirishmay, ishonchli bo'lishga tirishing. Ishonch hurmatning oxir elib keladigan muhabbatdir. 10. 7 odatni amalga oshirish uzoq muddatli kurash. Har qanday odam 7 odatning birida yoki ba'zida bir vaqtda hammasida ezib-tezib neri-beri dastlab silishi tamoman mumkin. Haqiqatan bu 7 odatni tushunish oson, lekin ularni tangpong izchil elib menish to'limi qiyin. Ular nihoyatda aqlga uyg'un. Vaholanki, chataq yeri aqlga uyg'unligi narsini hamma odamning qilib ketishi notayin. Endi yeni bir savol, sizningcha yaxshi qaysi odatni yetildirish va amal qilish eng tez degan bir savolning javobini berar ekanmiz. Shuni o'qiydi ekanmiz, qadrli qarindoshlar. Birlikda o'rganayotganimiz Amerikalik yozuvchi Stephen Covey'ning kishilik taraqqiyotga aloqador Önümdar kishilarning 7 odati, Just 7 Habits of Highly Effective People. Yani Türkçesi 7 alışkanlık degan kitap, qadrli qarindoshlar. Shuningdan birlikda o'rganish qilib, bugun eng oxirgi kitapning yeriga keldik, jinim do'stlar. Savol: sizningcha qaysi odatni yetildirish va amal qilish eng tez? Javob:
5. adetni. Herip charchigan ve özümge bekle işini ketken çağlarımda başkalarının sözüge zen salay depmo zen salalmayman. Yalğanның kulak salayotgan qiyafati kirib olaman. Amaliyotda o'tkazyotgan xatoligim özüm deb o'tgan qarshi tarafni tushunish uchun emas, balki ilkas qaytirish uchun quloq solishdir. Amaliyotda men har kunidagidek 7 odatning hammasini mashq qilishga nurg'un vaqt ajratib keldim. Lekin birini haqiqiy bo'ysundurolmadim. Bular qancha yaqinlashgan sari ulardan shuncha yiroqlashib ketayotgandek his qilib qolamiz. Bu xuddi siz qancha ko'p bilgan sari bilmaydiganingizning texmi ko'pligini his qilganingizdekla bir gap. Şoňa universitetde okuwçylardan sınaq alganda 50 numurluk sual qo'yish sapasıga 50 numurluk cevap beriş sapasıga münasibetli sual çıqıratdım. Şundala ularning haqiqiy bilim sapası aks etetdi. Oxşaşla 7 adetning aks ettirdigini bu xil burmasman yuqori örleş halidir. Töven seviyelik adet bilen yuqori seviyelik adet arasında asman zimin farq var. Derslerki mezgildeki aktif teşebbüskarlık fakat gıdıklaş. Birinci basqoç gıdıklaş bilen inkas arasındaki aralıkka ehmiyet verişini körsetse, bir baldak yükselgen ikinci basqoç tallaşka. Mesela öşmenlikten saklanış degendek. Tallaşka münasibetlik. Yeni bir baldak örlegendeki 3. basqoç inkas qaytırış. 4. basqoçta əpə qılışını ügünüş. 5. basqoçta qarşı tarafga keng qo'saq bo'lish. 6. basqoçta ata-onalarga əpuchan, rahimdil bo'lish. 7. basqoçta o'tgan ata-bobolarga mag'firat tilash. 8. basqoçta qat'iy chechilmaslik qatorliqlar talab qilinadi. Bu Müslüman örleşninki misali qadirli qarindoshlar. Yana bir savol borki, 7 shuncha bilan muqaddasmi? Bu odatlar nimishqa 6 yoki 8, 9 va yoki 10, 15 emas, 7 debdi. Bizda bu 7 ga qarata bir muqaddaslik nimesi bağ tutum bağ qadarli qarindoshlar. Bular nima debdi? Stephen Covey efendi cevabını birlikte tinglab boqaylik. Cevap: bu hargizmi 7ning muqaddaslik emas, shaxsiy sohadagi muvaffaqiyatga doir 3 odat: tanlash erkinligi, tür erkinligi va harakat erkinligi. Ommaviy sohadagi muvaffaqiyatga doir 3 odat: hurmat, tushunish, ixtira hem ahirdeki tuluklama karakterlik bir adet. Koşulup 7 del 7 bolup kaldı. Bu sualni başkalarıma sorğan, yani başkalarını mı ketiş toğru kelse, meningçe onu 2. adetning tarkibiga tiqib, erişidigan qimmat qarışingizning tayyorligi qilibasingizlar kifoya. Masalan, siz vaqtga rioya qilishni odat turiga kirgizish xiyoliga kelib qolsangiz, onu 2. odatdagi qimmat qarashlarining biri qilib qo'ysangizlar bo'ladi. Mayli yana boshqa qandaq ehtimollikni o'ylashmang. Hammasini ana shu ramkaga tiqib qo'yish mumkin. 1. odat sizning ma'lum bir qimmat qarash sistemasiga ega bo'lish tanlashingiz qaratilgan bo'lsa, 2. odat ana shu qimmat qarash sistemasining tür va konkret mazmuniga qaratilgan. 3. odat bo'lsa, bu xil qimmat qarashiga bo'ysunish agish qaratilgan. Shunga ular eng keng asosga, umumyuzlik va o'rtaq bog'lanishga ega. Kitobning yangi nashriga bu mazmunlarni yozayotgan daqiqalarda men yana bir yangi kitobim yuqori unumli kishilarning 8. odati ünümidin büyüklükçeni yazıp tamamladım. Bazılar 8. adetni mening meydanımga xilap yoki aslidagi qarashidan yongan bo'lishi kerak deyishi mumkin. Lekin ushbu kitobimning 5 yili deb o'tganimdek, bu kitob nashr qilingandan beri dunyoda
alemşumul özgürlükler oldu. Kişilik hayat ve münasibetle emas, aile, kesip, kollektif kurulmalarımı yeniçe rekabetlerge yüzlendi. İşlerinin muyumluk tertibidimi özgürlük oldu. Bugünkü dünyada yukarı ünümlük şahıs yoki kollektifga aylanish allaqachon bir xil tanlash emas, balki muqarrirlik ve hatta mavjudlik raqobatiga qatnashish uchun to'lash kerak bo'lgan zurur bedelga aylandi. Yangi muhitda put dastlab turay, taraqqiy qilay desangiz, taraqqiy qilay, yangilanay, bosh ko'tarib, boshqalardan eshib tushay deydiganligi odamga ish unumini o'stirish zürriyetge aylandı. Yeni devrinin talep sadası ameli işleş, elalaştırış, büyük muvaffakiyet ve uluğ işlerini qoğuluşuş bulup kaldı. Mühimlik bilen muvaffakiyet ayrım iş bolğunidekler, bulama elbette okşumagan tür ve kategoriyaga mensup işlardır. Lekin bir narsa aniq ki, texmi güçlük arzu istek ve talant ordusa kadem basay deydigan her qandaq bir adam yeniçe tefekkür, maharet ve vasıtı bilen kurallanmakı yeni adet yetildirmeki berhak zürürdür. 8. adet hergizmo 7. adetinin keyniga tirep kuyulgan yandaş adet emas. Belki nimiş kudur oңaylı untulup kalıdığan keşirinler. Lekin 7 adetini düşünüş ve çın tutuşta kem bolsa aslı bulmaydıgan bilim devri elip kelgen yeni yadroluk rekabetlerge takabul turalaydıgan 3. xil güçtür. Yani 8. adet hergizmo 7. adetinin keyniga talep koyulgan yandaş adet emas. Belki nimiş kudur oңaylı untulup kalıdığan, lekin 7 adetini düşünüş ve çın tutuşta kem bolsa asla bulmaydıgan bilim devri elip kelgen yeni yadroluk rekabetlerge takabul turalaydıgan 3. xil güçtür. 7 adetinin yenice reallaştırılışı. Yani 8. adet depti. Ne qarasanlar, bu yerdeki resim. Mine 7 adetinin yenice reallaştırılışı. Yani 8. adet depti. Bununla qaraydigan bolsak, tayinişten mezgil, müstakillik mezgili özlere tayinişte 1, 2, 3, 4, 5, 6 adetini kösüp ütepti. Qadirli qeyrindaşlar. Bunu ben çıkarıp koyayım. Endi sual, nam çıkarış sizge qandaq ta'sir ekeldi degan muhim bir sual ken, qadirli qeyrindaşlar. Nam çıkarış sizge qandaq ta'sir ekeldi? Cevap, onun ta'siri o'xshamagan noktalardan bo'ldi. Özlük noktasını alganda o meni hoş kıldı. Okutucu cihetini alganda o meni texmi kemter, kichik peyil qilib etdi. Lekin tan olaman, bu prinsiplarni men ijod qilgan emas. Şuna buningdan memnun, mag'rur bo'lib ketishga haqqim yo'q. Bu hergizmo kemtirona takalluf emas, rost gapim. Men bu sizlarga o'xshashlar haqiqat va tushuncha izlaguvchiman. Hergizmo pir ustoz emasman. Başkalarının şundaq çağırışından hem bizarman. Ben şagird almayman. Belki kişilerini öz kalbide allaqachon mevcut prinsiplarni beja keltirishga, yani öz vicdanının fariz prinsiplariga sadoqatmanlik ko'rsatishga yetaklash uchun tirishchanlik ko'rsatsam deyman, debdi javobida Stephen Covey efendim. Sual: Hemme yeniden başlanıp sodigar bo'lib qolsangiz, qaysi ishlarda boshqacha tadbir qo'llanattınız? Cevap: Texmo stratejik ve aktif, tashabbuskor usulda xizmatchi taklif qilgan, tanlagan bo'latdim.
İşlarning aldıraşçılığıda baş tatılgıdakmı boşunalmagan demlerde bir işlarning hüddüsünün çıqalaydığı dep qaragan birisini muhim ishga qo'ysangiz, o bularning arq ko'rinishi va ish bajarish usulini tirishib tushunay, egilay demasa, az to'liq kuch, tirishchanlik chiqamasa, bejirdigan konkret vazifa va uni tamomlashga kerakli zarur o'lchamlarning mo tayini bo'lmasa, buni nima deyilik? İşinimenki ötkür nazar bilan xizmatchi tanlab qabul qilganda, ya'ni hargizmo ko'z oldidagi besimni deb palaq puluqla allı kimlarni so'rab kirib ish qilsamay, yiroqni ko'radigan ko'z, aktiv, tashabbuskor pozitsiyaga asoslanganda, texmi ko'p va uzoqcha naf beradigan unumga erishgili bo'ladi. Bireylar shundaq debdiki, qancha intizor bo'lgan siri shuncha yengiltak bo'lib ketamiz. Bizde chuqum xarakter va iqtidorga qarata aniq tushuncha bo'lish kerak. Chunki vaqt o'tgan siri qaysi birida ojizlik ko'rilsa, har ikkilisiga tepib chiqadi. Tarbiyalash, yetishtirishning muhimligida gap yo'q, lekin tanlash, qabul qilish texmo muhim, debdi Stephen Covey. Endi yana bir savol, hammani yangidan boshlash mumkin bo'lsa, aile başlıklık salahiyetinizde nimelerni başqacharak bijiretdingiz? Debdi. Cevabim, texmi ko'p vaqt chiqarib, har bir balamning o'xshamagan yetilish mezgillariga illiq, shundaqla samimiy, tang naplanish ehtinomisi bekitib chiqatdim. Soda va komandorovka sabablik balalarni o'z meyliga qo'yib etib o'gitib qo'ydim. Ko'p hollarda yengilish, boysunduruş münasebetinde bo'lib keldik. Ularning yetilish jarayoniga ko'proq ajr sug'dirib, haqiqiy holdagi o'rtaq, umumyuzlik va aqlga uyg'un tang bahrlanish odatini yetildirolmadim, debdi Stephen Covey efendim. Savol: texnika kelgusidagi shirkatlarga qanday o'zgarish olib kelishi mumkin? Javob: Stan Davisning ul tevrese hamma titraydi degani durust. Meningcha texnika asosi hammaning ochqichi. O yaxshi yoki yomon oqibatning hammani keltirib chiqara oladi. Shundaq bo'lg'achqa odam omili texmo muhim degan gap. Tuvan saviyadagi yuqori texnikaning foydasi yo'q. Texnika qancha yuqori, afzal bo'lgan siri bu xil texnikani boshqarib ishlatadigan odam omilining muhimligi texmo kuchaydi. Bo'libmi texnika qo'llanayotgan jarayonda o'lchamga nisbatan tangpong, turg'un maydon saqlay oladigan madaniyat muhiti yaratish bekla muhim. Savol: bu kitob davlat, millat, madaniyat, yosh, jins halqagan holda butkul yer sharida qaltis olqishga erishdi. Bu sizni hayron qoldirdimi? Javob: hayron qoldim desammi, hayron qolmadim desammi bo'ladi. Hayron qilishim, bu kitobning 10-chi vada bozorlik bo'lib ketishi, hatto Amerika madaniyatining bir qismiga aylanib ketishini o'ylabmi boqmagan edim. Hayron qolmadim deyishimning sababi, bu kitobdagi mazmunlar allaqachon 25 yillik tekshirish orqali sinovdan o'tgan. Uning asqatidigini qarshi ilinganligini biletdim. Chunki o prinsipni merkez qilgan. Yana biri bu prinsiplar mening ijod qilgan narsam emas. Mag'rurlanish, mamnun bo'lib ketishga haqqim yo'q. Savol: sizningcha bu 7 odatni bolalarga qanday o'rgatsak muvofiq? Javob: men Albert Schweitzer tavsiya qilgan bola tarbiyalashdagi birinchi o'zi ulgu bo'lish, ikkinchi o'zi ulgu bo'lish, uchinchi ham o'zi ulgu bo'lishdan iborat 3 qoidaga bekla amal qilsam deyman. Lekin seviyaga yetish tas. Meningcha birinchi o'zi ulgu bo'lish, ikkinchi o'zaro kuyinish va zo'qmanlikka to'lgan munosabat o'rnatish, uchinchisi bolalarning tili bilan
bu adetler öz içine algan ma'nini addi tushundirib qo'yish balalarning 7 odatdagi asosiy ma'no va ochiqo'shliq so'zlarni esida tutib olishiga yordam berdi. Ular qanday qilib beshini o'tganlarini prinsip qisilib tahlil qilishni deb bersangiz, ularga turmushda uchrab turadigan har xil odat va prinsiplarni farqlantirishni o'rgatib qo'ysangiz bo'ladi. Savol: mening xo'jayinim yoki jo'ra, bola-chaqa, do'stlarim haqiqatan mushu 7 odatga muhtoj. Ularga bu kitobni o'qishni tavsiya qilsam, qanday tavsiya qilsam bo'lar? Javob: ular sizning o'ziga qanchalik kuyinganligingizni his qilib yetganlarida, ondan sizning qanchalik nima bildiganligingizga diqqat qiladi. Aldı bilan go'zal xulqingiz asosida ular bilan ishonchlik, samimiy munosabat o'rnating. Ondan 7 odatning sizga ko'rsatgan foydasini ular bilan o'rtoqlashing. Ularga turmushingizdagi 7 odatning jonliq aksini bayon qiling. Ondan muvofiq fursatda ularga kitobdan bir parcha sovg'at qiling yoki ma'lum bir odat turidagi tarbiyalash sinflariga qatnashishni tavsiya qiling va yoki ularga ma'lum prinsipni tushuntirib qo'ying. Savol: sizning kelib chiqishingiz qanday? Qanday sizga bu kitobni yozish xiyolingizga kelib qoldingiz? Javob: ko'pinchalar meni dadasining izini besib savdoga kirishgan deb qarashidi. Lekin savdoga qaraganda men o'qituvchilikni, rehbar boshlamchilarni tarbiyalashni bekrak yoqtiraman. Navoda savdo institutida o'qiyotganimda kollektiv ishidagi odamdan iborat bu qatlamga bekrak qiziqib qolgan ve münasebetlik tədqiqatqa kirişken idim. Keyin Berhan Yaşlar Üniversitede savdo dersi berdim. Hem bir neçə yıl qoşumçu məsləhətçilik, tərbiyələş degəndək işlarni qilib yürüdüm. Aşu çağlarda bir yürüyüş sistemlik ve tampon prinsipini çördüyən halda rəhbərlik ve başvuruş iktidarını yitildirdiğən universal tərbiyələş türüdün birini turğuzub çıxış, oyu kallamı kirib algan idi. Keyince o 7 adetini top kollektifqa tədbiqlaş jarayonida üniversiteden ayrılıp məxsus her derecelik təşkilatlarının yuqori derecelik başqurucu xadimlərini tərbiyələş qararına gəldim və əstaydil plan layihələb düzüb çıxdım. Başlap bir yıldan keyin bir şirket qurub aldıq və axır bütün dünya qılbatqınımızdan nimi iş ekanligini bilgen bolduq. Sual: yani Stephen Covey'nin soruvatıda qadirli qarindaşlar, öğünüvatqınımız Amerikalık yazgıcı Stephen Covey'nin ünündar kişilerin 7 adeti, Just 7 Habits of Highly Effective People, 7 alışkanlık degan kitap qadirli qarindaşlar. Kitabın en axırdık bir qoşumçu barken şu nimelerden okurmenlerden kelgen suallarga cevap bereylik. En axırkı 2 sual bilen dersimiz tugaydi qadirli qarindaşlar. Ba'zilar o'zicha muvaffaqiyatning haqiqiy mahbiyatini egiladim deb jari selishidi. Bunga qanday qaraysiz? Javob: Mubodo ularning da'vatqini prinsipni yoki tabiiy qonuniyatni asos qilgan bo'lsa, ulardan ta'lim olishga har qachon tayyorman. Hem men bu kuchab tavsiya qilish beraman. Yana biri, biz balkim o'xshamagan usul, so'z iboralar bilan o'xshash bir prinsip yoki tabiiy qonuniyatni sharhlayotganimiz. Savol: siz rostla paynak boshmi yoki vaqt tejayman debla aypangbosh bo'lib olganmi? debdi. Javob: anglang, siz Çaç başlarınızı köz qilib, silab, tarab o'tirguningizda men xeridarlar uchun mulozimat qilayotgan bo'laman. Tazmı güzel degan shu gapni tunji qitim anglaganimda qanchalik sarxosh bo'lib ketganimni siz bilmaysiz, debdi canım do'stlarim. Kitap nəhayət isil axırlaşıbdı. Bu Yaşlar Nəşriyyat tərəfindən 2008 yılı 5-ci ayda nəşr qılınğan 8-ci nəşri 36-cı basmasına asasən tərcümə və nəşr qılındı debdi. Qadirli qarindaşlar, planlıqçı Emin kitapçılığı ekan.
tercüme kılgıcı Nur Muhammed Ömer Uçkun, Ruzu Tohti Ayıp Kem, Naip, Mes'ul Muharriri Yalkun Abdüsalam, Mes'ul Korrektori Zöhragül Sıdık, Mukavına layılıgıcı Nur Muhammed Ömer Uçkun Kem, Neşirgi tayarlıgıcı Xalq Sayyi Neşriyatı depto canım dostlar 2012 yıl 4. ay 1. besilişi kitapның bahası metende 32 yuanken 445 betlik kitapni 19 saatte tüyettik kadirli kırındaşlar. Önümdar kişilerin yetti adeti hemmelerine tavsiye kılındı. Eğer dersini yaptığın bolsanlar şu adetlerini üzerine özleştirip icra kılıp yakınlar kadirli kırındaşlar. Menimki rahmetli dadamның deydiğen bir gepi var. Okugan nerseni, üyengen nerseni işlet. Ketmenni çapmasa o datlışıp gidiyordu o. Rudimentleşip gitmeslik üçün üyengen nerseni çokum işlet, icra kıl deydi. Şunu benim hayatım aşı boyunca bulaklık, aşı boyunca memelik, canım dostlarım. Şuna bu yetti adetini umumlaştırış ve bunu tekrar yaxşı düşünüp özümüzdeki emniyetine aylandırış tolumu mühim dep oylayman. Yaxtuğan bolsanız başkalarına tavsiye kılışınlarını tedbir yay sin derslerinden keyinki kısmında yeni bir kitapni başlayımız inşallah. Bu kitap yazgıçımı depti. Hem de bu okşaş bir gepni başka tilda, başka usulda qilgan bo'lishimiz mumkin. Bu benim icadım emas, yetti adet. Bu tabiatning ve kanuniyeti ben prensip doğruluq so'zlayapti ben. Başka narsa emas devatdım. Mene bu kitap pasif yaxshidan aktif yaxshiga bu yetti adet. Ben kitabını okuş jarayonida biraz paralel ketayotganligini his qildim. Eğer de sizlar mushu kitapni o'qib derslerini chiqarib qo'ydim. Pasif yaxshidan aktif yaxshiga qanday qilgan chaqda aylana olaymiz deganni. Buni tinglab boqinglar, tor betimizda, boshqa yerlarda bu kitapninki PDF tor nusxasi bor. Her ikkili kitapni o'qib foydalanishinglarni umid qilaman. Yeni bir kitapni inşallah İmamlar ve Sultanlar deb bir kitap bo'ladigan. Eğer do'stlar bilan men paranglashib, eğer bu kitapni boshlashga to'g'ri kelsa, İmamlar ve Sultanlar Ustoz Mustafa Islamoğlu'nunki yazgan en yaxshi eserlerden birisi bu. Bu kitapni birlikte o'qamiz yoki bo'lmasa başka bir kitapni o'qishni boshlaymiz qadrli qarindoshlar. Kelar haftagacha buni bekitimiz. Hammanglarga rahmet eytime. Allah'ın özgü amanet. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.